Unda olsa bizimki seksiyelerimizdenki çıkınca oturuşu başlandı. Biz bu oturuşta bilen Doktor Erkan Sıdık Efendimiz'in siyasına olayımız Erkan Sıdık Efendimiz'e azıcık zaman ilimlerdeki uzman erkekler demişlerdi bilen münasebetlik ve 10 diyen hükümdar siyasal efendim için merhamet vaktini oturacağım. Assalamualaikum. Ben Uyg'urlar o'zini qundirish yo'lida bir uchga chiqib qolamdi ekan deb biz ham bir injener bo'lsammi xalqaro vaziyatga xalqaro xabarlarga nihoyatda ko'ngil bilman. Lekin Uyg'urlarga oid echilgan yig'inlarniki hammasi degidek berishga tirishib kelyapman. Ötken yılmı şu yerge yığın vardım. 5. ayda Czech Republic'deki paytaxtı Prag'a vardık. Bu yerde Milli Kengeş yığını oldu. 11. ayda Belgiyan'daki Bruxelles şehrinde Uygur Munbiri, Halkaralık Uygur Munbiri oluyor vardım. 12. ayda Amerika'daki paytaxtı Washington DC'de bir yığın oldu. Bu yerge vardım. Asasen halkaralık mütehassislarniki sözlügen hususluğu beklekat kılıp qaytib kelgandan keyin ularniki videolarini ko'rib, ba'zilariga xat yozib, ularning so'zlagan nutqlarini olib, shu orqali chet eldagi Uyg'urlar foydalanadigan bir narsa chiqib qolamdi ekan deb musodara tirishdim. Men so'zga chiqaman chiqib qolchilik. Shunga bu yig'inlarga qatnashdim. Undan keyin yaqinki bir necha yilda shu Uyg'ur masalasiga oid izinlib bir kısım kitaplarını okuyup bir kısımda sen öğrendiniz hem. Ama bugün söylediğim temam asasen şuradaki bir yorulağan bir nesli. Şuna İslam konular kitapta minik 3 makalam var. Lakin bugünkü söylediğim mezmun şuradaki bir yoruluş yani. Malum bir makal üstünde emez. Şuna malum makalam hemisi tordumu var. 3 makala kitapta var. Bunu kırmasam olurdu. Ben mezmunlu kitap çıkıp olmayı. Bugün sizler yapılan bir mezmun, dünya nimişka Uygur'a kelgen zulümga sükut kılıdı. Küçük eller siyasi nedeniyesi bu çıkarganda, okşumagan eller halkara siyasında bir sanat numurda mühim rol alırdıgan okşumagan artistlar okşaydı. Aşı ellerden yukarı ornu turduğan başka bir nüfuzluk neresi yok. Demek ki hem devlette beraber. Belki Uygurlardan nurgun davam suallar kelip çıkıyordu. Nimişçe Uygurlarla karı yok dünyanın gider. Bizim o Uygurların ilk kılıcına başlanan vakti da eğer dünya Uygurların ahvalini bilse çok ağırlaşırdı. Bunu tursudu. Şu arkalık Uygurların erkeği çıkırdı da ümit kılgan. Vatanda bir qancha yaş bolalar aloqalashib qolgan. Men bilan aloqalashib ular bilan messengerda paravlashdim. Men gapdan boshlashdan burun dedim ularga, sizning qo'rqishingiz xatarlik. Siz bilgan ishlarni men bilishim mumkin. Shunga mukammal mashina qilmasaqdi. Ular meni izlab boshqalarni surishtiq qilib, gapini boshlashdan burun aka şu messengerda kichikroq yozib gap qilsangiz va ovozingizni olib qilsam. Siz shuma emasmi bilmasam deb o'shanda va ovoz berib berdim. Keyin shu bilan ilkin gapni boshladik. Bu bir xatarlikka, buni bo'lib qolsa siz shu ziyonkashga uchraysiz desam, men bilmayman aka. Endi yashasam bir oy yashashim mumkin. Dedi. Qancha yoshga kirdingiz desam 24 yoshda. Qashqar. Başında kandı. Başlarının arzusu mu? Eğer bizdeki değerlerimizni halkara çıkaralırsak, halkara alışıp biz azat kılırdı dep oylaydı. Lakin emniyet onluk emas. Nurgun işler halkara münasebet prensipleri kanuniyetleri boyunca olurdu. Bununki meyada davatkanlarım şuna kuşlar tevbe bir nerse. Yani
o'xshamagan ellar bir bilyard üstidagi to'plar o'xshash. Ularning cho'mkichiligi o'zaro o'xshamaydi. Ammo huquq jihatda ularning hammasi barobar o'rin turadi. Xalqaro munosabat sohasida bu radsizlik deb ataladi. Xalqaro siyosat ilmida deb ataladi. U martaba tuzumi yoki huquq tuzumining aksini bildiradi. Bu martaba tuzumi degan har bir davlatda martaba tuzumi bor. Huquq jihatda yuqori huquq farqlanadi. Lekin davlatlararo bu mavjud emas. Xalqaro sistemada agar siz 911 numaralı telefonga telefon qilsangiz, telefonunki qarshi tarafida sizga hech kim javob bermaydi. Amerikaniki ciddi şubhası urduğun telefon numara 911. Türkiye'nin kaçki? Türkiye'nin kitabı mı? Saçlar toplanan. Kaça? Şu. Bu yerlerde dörtçe telefon kısa saçlar gidiyordu. Peki Karakara'da da telefon kısa kiliden hiç kim yok. Dünya adaletsizlik ve zulmüne sükut kılışta yalnız Uygurlar şunda kılmadı. Mao Zedong devrinde Xitay'da 3 yıl karşılık bulup 30 milyonda kişi ülke etkende bu. Dünya Xitay hakimiyetini eğitilmeyi sükut kıldı. Siz aldı bilen başkaları bölüp andının başkalarını alırsınız. Hazır Uygurlar düşkegen en çok meselemiş şu. Bizdenki başkalarına biraleydiğen neslerimizin hemsini Xitay müstemlikçilik ele aldı. Bizden Xitay işini koymadı, başkaları birdiğen. Şuna biz dava kılacakta başkaları bilemeyen iken yakınki birleşilişinde Uygurlar'daki avazı anlanan olsun. Lekin ahki hesapta bir hakiki yardım edilen adam çıkmaydı. Yani dünyadaki eller özlerinin menfaatini çıkış kılıp durup yol tutudu. Eğer ular malum bir adaletsizlik, zulüm yoki insanlar üstüden ötküzülgen cinayetlerini itiraf kıldıkken o eller aşı işlağa karda münasip halda çare kürüşkü mecbur. Eğer bir devlet itiraf kılsa, mesela hazır Şark Türkistan'da Uygur kırınçılık oldu diyen bu nesini bir kısım ellerindeki malum organlar itiraf kıldı, parlamenter yolu bu diyende. Lekin devlet siyasi noktasından itiraf kılmayacağını durup aldı. Yani 9 devlet var, malum maldarları kırınçılık kıldı diyen. Lekin resmi bir devlet siyasında bu da demeydi. Nimişka dese, undaq dese bu da tepki ediş gerek, Xitay karşı. Çetelerinin azıca Uygur meselesiyle parta birer çare kullanması yok. Şunlaşka ular hazır Uygur meselesini körmezlikle silavatladı. Kısası biz Uygurlar ne? Dünya hazır asasen üzümüzü taşıp verdi. Biz de Müslüman ve Türkiye kardeşlerimizin asasen üzümüzü taşıp verdi. Ben yakında bir yerde bir materyal kırıp BDT'deki prensipler içinde bir mühim nesnenin bağlarını baykadım. BDT'deki ırkı kırgınçılığının aldırış, adeken başka milletlerin qoğdaş hayatı masbiyeti degan bir mazmunun içinde varken aynısını ene hep koydum yani. Onun ki mühendisliğin burada sana ırkı kırgınçılık ve kem kılamlık vahşilikinin aldığını eliş ve onu tutuş mecburiyeti aldı bilen devlette, her bir devletin üzerinde. Ama xalqaro cemiyetinin iyilik hukukunun davet kılışı bilen tutup kalmayacağın rolü var. Ve meşruğunu sen üzerindeki iyilik hukukunu bahane tutturup ırkı kırgınçılık yaparsan olmaydı değil. Hatta ahvalda başlıklarının anlayışı hukuku vardı. Bu BDT'ninki prensibin içinde bağ yapmağı. Lekin hazır bu Xitay BDT'nin şurada asısını kıvattı. Henüz götürüp atımız bunun ikinci avuşundan çıkan ruhun belgeleme bu nesle asasen rolu oynamayan bir hareket kaldı. Mandak matlaba, lekin bunu icra kılışta çoğu mesele var. Şuna ben özellikle Twitter'da bu BDT'ni evvelden kaldırıp yeniden bir nesne şikayet edersen tol değmem ben. Demiştiyse hazırda BDT namlı bu emniyeti yokla bir nesne kalınıp kaldı. İkinci avuşundan keyin kurulgan maksat, bu maksatlarni tutilay icra maksatdan aldı. Ben katlaşkan yemir yığın, Xalqaro Uygur munbiri etken yığın,
bu yığında gayet esli fikirler düştü. Şu esli fikirlerini oturup koygan bir kişi, Michael Van Walt, Van Praag diyen kişi arasında var. Bu adamın bunun şu arasında var. Bu adamdaki bir grup varken, mahsus Uygurlarla Xitaylarniki münasebetini tadqiq qilgan. Aslında şu çağda makataşkan yığında biz bir kitap tayyorlayapmiz. Kitap kelar yillarda chiqib qolishi mumkin degan. Bu kadar ben Türkiye'ye kirishdan burun dostumuz Mehmet Oktay'dan so'radim. Bu kitap chiqdi mi orada? Ben davamlı dikkat qilib bunga. Eğer bu kitap chiqsa biz naytli suratda uniki nashriyat huquqini olib, o'zi tarjima qilib chiqaraylik. Hozir mashaman degan gaplarni sizlarga so'zlab beraman. Mehmet Oktay'dan so'rasam, hozir bunun tasda oldiga Muhammed Uygurlarning bir qism materialini so'ragan. Şunu Uygurlar yetkizib bermayotdi deb tushuntirdi. Şu an Uygur tarixchilar biraz aktif bo'ldi bu ishda. Uygurlar o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega. Intayin muhim huquqlar bor. Buni har bir Uyg'ur asli tutishi kerak. Xitoy hokimiyati Sharqiy Turkistonni qadimdan tortib Xitoy zaminidagi bir qismi edi. Ya'ni milodidan burungi 1-asrdan boshlablar Xitoyning bir qismi edi deydi. U xato. Mana shu programmaga gapirib, anlamayapman. Sharq Turkiston qadimdan tortib Xitoyning bir qismi bo'lib boqqan emas. Mo'ng'ul va Manchu imperiyalari Sharq Turkistonga bir mezgil hukmronlik qilib boqqan. Tang va Han sulolasi Sharq Turkistonga ozroq hukmronlik qilib boqqan. Ammo ashunda hukmronlik qilgan barliq vaqtni qo'shganda 1800 yillik tarixiy davr ichidagi hukmronlik qilgan vaqti 250 yildan oshmaydi. Hamda aşı 250 yılını özgürsiz emas. Yani bu 250 yıl bu da üzülmeyi, bu da hüküm sürgen emas. Üzülüp devam etken. Yukarıki Xitay saldırımı ahırda Şarkı Türkistan'dan hedef çıkarılgan. Aşındaki vakalarının en ahırkısı 763 yıl yüzü vergen. Bunundan 1900 yıllara vakittin bu yüz vergen. Şarkı Türkistan'ı aşında kısa müddet besip algan Xitaylarının aldıkisi bilen kendisi otursa da hiç kandak memuri yoki harbiy bağlanış münasebeti mevcut olgan emas. Ular bir-birisiga o'zaro bog'langan holatda hukmronlik qilgan emas deydi. Ularning qarshi shokni o'zida. Tang va Han sulolarining Sharqiy Turkistonni besib olishi buningdan 1200 yil burun yuz bergan bo'lib, uning bugungi Xitoylarning Sharqiy Turkistonni besib olishi bilan hech qanday munosabati yo'q. 763-yildan keyin Xitoy hokimiyati Sharqiy Turkiston ustidan hukmronlik yurgizib boqqan emas. Sharqiy Turkistonga Osiyodagi Manchu va Mo'ng'ul imperiyasi hukmronlik qilib boqqan. Ular Xitoyni boshiga egdirib, Xitoyni besib olgan. Yaqinqi tarixiy davrda Uyg'urlar Manchularning Qing imperiyasiga ikki qatim bekandi bo'lib boqqan. U davrning biri 1762-yildan 1865-yilgacha, yana biri 1881-yildan 1911-yilgacha. Uyg'urlar Manchu hukumatiga bekandi boqqan, Manchu imperiyasi Xitoy emas. O ikki davrning oralig'ida Yoqubbek Qashqarni bir mustaqil davlat sifatida so'ragan. U chog'dagi hokimiyat Qing sulolasidan mustaqil holda mavjud bo'lgan bo'lib, Xitoy bilan hech qanday bog'lanish yo'q. Xitoyning Sharqiy Turkistonni qadimdan tortib Xitoyning bir qismi edi siyosatchisi bir qancha jihatlardan butunlay xato. Birinchidan, Xitoy hukumati 1949-yildan keyingi Xitoy davlatining chegarasi bilan buningdan 1000 yil burungi Xitoy madaniyati ichida yashagan zaminning chegarasini o'xshash qilib bayon qiladi. Ikkinchidan, Xitoy yuqoridagi yolg'on yabadaqani asos qilib turib, Osiyoda hukmron o'rin olib Xitoyni besib olgan imperiyalarni Xitoyga tava kuchlar qilib hisoblab tarixni qonunlashtirdi. Yani asosiga Manchu imperiyasi bilan Mo'ng'ul imperiyasi Xitoyga tava emas, Xitoy emas ular. 1911-yili Xitoylar Manchularni o'lib tashlab,
o'zining Xitoy davlatini qurdi. Ammo undan keyingi tarixiy davrining bir qismida Sharqiy Turkistonni Xitoy militaristlari Xitoy davlatining mustaqil holda kontrol qildi. Shinsay Xitoy davlatiga tabiat emas. U bir militarist. Qolgan vaqtlar bo'lsa Sharqiy Turkiston mustaqil mavjud bo'lib turdi. Hamda shu davrda ikki qatim o'zining mustaqil davlatini qurdi. Bunun xabarimiz var 33. ve 44. yıllar. 1949 yıldan keyin Sharq Turkiston Xitoy bergan istimlikidek avtonomiya rayoni bo'lib qolgan emas, balki u mustamlikchilik tuzumi ostida boshqarilib keldi. Bu ahvol Xitoy va xalqaro jamoatning ma'lum qonuniy mas'uliyatni ado qilishini talab qildi. Xitoy ado qilishga tegishli qonuniy javobgarlik o'zining Sharqiy Turkistondagi mustamlika hukmdorligini oqlashtirish. Xalqaro jamoat va chet el hukumatlarining bo'lsa, xalqaro qonunda bunda 3 majburiyati bor. Uning birisi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qonunsiz mustamlikchiligini davomlashishini darhol to'xtatish. Sharqiy Turkiston xalqining erkinligiga erishish kurishiga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilish. Üçüncüsü, Sharqiy Turkistonda yerlik xalqning manfaatini dafsanda qilib, Xitoy manfaati uchun ishlab berayotgan organ va odamlarga qarshi tadbir qo'llanish. Hozir bu yerda bir qism ishlar yapılyapti. Aslında Angola dunyo ortamida qotgan ishlarni, mesela Braziliya bilan berib Xitoyga azqilib qatishlarni men kelishdan burun hozir kapolog demoqchilikqa Yapon advokat takmatıdı. Amerika'da mı Xitoy hokimiyati ustidan Shinping jazoat ustidan azqilib oldi ekan. Bu yerda ishlar bir qism ishlar qilmoqchi, men shal bo'lgan qatnashaman. Amerika parlament a'zolari bu yerda bir qism ishlar qilmoqchi. Bu hozir planlashlar bor. O'sha hamskida men qatnashaman. Mana bular Xitoy va xalqaro jamoatga qo'yilgan moddiy, ma'naviy, siyosiy va qonuniy talablar. Bu qadimki xalqaro Uyg'ur munbirida degan yana bir kishi doktor David Mays degan Matas degan kishi. Bu odamniki o'tirib qolgan narsasi xalqaro qonunlar Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishiga yo'l qo'ydi dedi. Bir xalqning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega ekanligi cho'qim ularning bir ayrim davlatda bo'lishga haqli ekanligidan darak bermaydi. Ammo ba'zida o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bir ayrim davlatda bo'lishga haqli ekanligini bildiradigan bo'lib, Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning ahvoli ana shunday ahvol masaladir. Ya'ni Uyg'urlar uchun o'z taqdirini o'zi belgilash deganimiz ularning bir mustaqil davlatda bor bo'lishiga layoqatli ekanligini ko'rsatadi. Men David o'zimda aytadim. Men xalqaro qonunlar asosida bu masala ustida ikki jihatdan tekshirish va tadqiqotlarni olib bordim. Ularning birisi kishilik huquq sistemasi. Mening bayqaganim Uyg'urlar uchun o'zining mustaqil davlatda bo'lish, ularning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini kafolatga ega qiladi. Yana bir soha bo'lsa, men hozirgacha mustaqil bo'lib, o'z oldiga ayrim davlat qurish uchun kurash qilgan xalqlarning 6 xil ahvolini tashlab chiqishdan iborat. Ulardan 5i mag'lub bo'lib, faqat Kosovolar muvaffaqiyatli bo'libdi. Kosovo uchun qo'llangan o'lchamlarga qarab boqadigan bo'lsak, Sharqiy Turkiston u o'lchamlarning hammasiga tushunadigan bayqaymiz. Uyg'urlarning ahvoli Kosovoning ahvoliga o'xshaydi. Kosovo mustaqil bo'ldi, Uyg'urlar mustaqil bo'lishi kerak edi. Men tekshirgan 6 misol tadqiqotlardan iborat. Birinchi dunyo urushidan keyin Finlandiya bilan Shvetsiya o'rtasida yuz bergan bir qism orollarning egalik huquqi haqidagi to'qinish. İkincisi, Kantenganing Zairdan mustaqil bo'lish ahvoli. Üçüncüsü, Türkiye Siprosni besib olgandan keyin yuz bergan ahvol. To'rtinchisi, Kanadaning Ko'pak o'lkasida yuz bergan ahvol. Beshinchisi, Janubiy Kamerun. Oltinchisi, Kosovo.
Şarkı Türkistan'ın ahvali aldınki 5 ahvalga təvə bolğan ahvallar bilan oxşaş emas. Abadın digindek, şu alt ahvalını təşüydüm. Aldınki 5 ahvalda ular məğlub bolğan, müstəqil bulanmagan. Ama Kosovo müstəqil boldu. Şarkı Türkistan'ın ahvali Kosovo ahvalıga düşürdü. Aldınki 5 emas. Ondan keyin şu xalqaro Uyghur munbirida o'tirishgan yeni bir qism fikrlar bor. Men bularni xulosa qilib o'taman, uni tafsil to'xtalishga vaqt yo'q. İyilik huquqini bahona qilib, kishilik huquqni dastanda qilish butunlay xato. Uyg'urlarni adolatga erishtirishda xalqaro adolat sudidan foydalanish kerak. Abada men degandek bir qism ishlar bo'lyapti hozir. Dünya Uyg'ur qo'ltiqatga ishlar, Pakistan'da Amerika qo'ltiqatga ishlar, mushuni tushundim. Sükunat zalimga yordam qilganlikdan baravar. Sükunatni sukut qilish. Zalimga yordam qilganlikdan baravar. Mani Yevropadan kelgan bir musulmon parlament a'zosi dedi bu gapni. Kanadaga 10 ming Uyg'ur panohlanuvchi qabul qilishga tirishyapmiz. Bu hozir bo'lib qoldi. Qarorlarda bu tasdiq bo'ldi. Müslüman ellerinin Uygurlarga kılgan muamelesi ağır numussuzluk. Bunu mu Müslüman dedi. Müslüman parlament a'zosi. Devlet hakimiyeti yolga koygan mecburi emniyetini to'sish kerak. BGT'ga a'zo devletlerinin Uygur qirg'inchiligini to'sish mecburiyeti var. Adaletlikka kifoya qilishda medialarning roli intayin muhim. Özümüzni qutuldirishda foydalanish bo'lgan qanday yo'llar bor? Men sizlarga mana kitobni tanishtirdim. Bu to'g'riliqma kitobda bir tafsir maqoli bor. Bu bir kitobni bir maqola qilib tanishtirdim Uyg'urlarga. Unda tafsir mazmunlar bor. Bu yerda kichkina askartib qo'yilgan bir necha masalalar bor. Men Uyg'urlarni bak ansirgan. Bu xalqaro qonun sohasiga uygun kelmayotgan ishlarni qilib qo'yib biz xalqaro yordamga bog'lab qolamiz muddatda ansirayotgan bo'lim. Xudoyimga shukr, hozir qadar narsa bo'lmaydi. Shunga nurg'un hokimiyatlar, hukumatlar Uyg'urlarni o'zidan qo'yniga ilib, do'lqilaysa yaqinki vaqtlarda xalqarodagi eng yuqori darajali yig'inlarda davlat arboblari bilan o'rnalib o'tirib yig'inlar qatnashgan bo'lib ketdi. Sababi nima desa, Uyg'urlarniki tutqoyili naydi. Udan bo'ldi yaqinki yillarda. Anda bu yerdagi muhim bir narsa diktatorlikdan demokratiyagacha. Maktabning ismi shu. Endi kitap undan davlat kitap bu. Bu kitap yozgan odam Harvard universiteti qatorli universitetlarda professor bo'lgan odam. Mush masalasida 40 yildan ortiq tadqiqot qilib, bizning dunyodagi bütün yüzdagi ahvollarni hamma tashkil bu odam. Shuni xulosa yozgan kitap. Ben şu kitapni asos qilib turib, mazkur maqolada tuvandagi temalar ustida to'xtaldim. Madem men demay, kitoblarda bor, shu yerda ko'ringlar. Jadvalma bor, jadval. Bu yerda deydigan bir necha nuqta bor, aytib. Zo'ravonlik vositalarida zolimlar har vaqt diktatorga qarshi kurash qilayotgan isyonchilardan ustun o'rinda turdi. Buni hammiz bilamiz. Masalan, Xitoyni olsak, bizim vatanda bir kısım kahraman yaşlarımız 5. iyul qirg'inchiligidan burun bizning jindini kitob qilib namozini tushirib o'tirib chiqdi degandek. Ammo ular vahshiylarcha qirg'inchilikka uchrab ketdi. Mana shular uchun masala. Endi diktatorga qarshi kurashda diktatorlarning qo'lida intan cho'ng apparat bor. Harbiy saqchi, hamma sohada Xitoyning 10 ming askari bor. Uyg'urlarga kelgan chog'da şu bayram inqilobı deymiz, 5 fevral Ulus inqilobi, Şıqatlarning hammasi de ular bizning eng yuqori harbiy texnikani chiqsatib Uyg'urlarni bostirdi. İşte qaytadi ular. Mademning chiqqan xulosasi shu bir sen. Fuqarolar bilan so'zlaganda zolimlar zo'ravonlik vositalarini ishlatish jihatda ko'p ustunlikni egallagan bo'ladi. İsyanchilar ba'zida vaqtli foyda olayotgandek ko'rinsimi, oxirida yana zolimlarning qo'lidagi harbiy imkoniyatlardan qish qutlamaydi. Bununcha so'zlamay, oxir qarab qo'yadi, men narsa olib qolaman. Yana birisi chet el yordami qanchalik rol o'ynaydi. Bizningki oramizda chet eldan yuklanganlar ko'p.
Ben bunu şunu gösterdim. İzleniş ücretlerde Nurşan'ı baykap hazır. Biz özümüzü kutluyoruz desek, özümüzü güçlendirmesek olmaydı o. Şu an aslında Leksiyelen sözlevatı ben, makala yazıvatı ben. Bunun keşke sebebi var. Ümidini sırtki kutuzgıçıga artık koyuşta eğri mesele mevcut. Onda ümit öz ornini bütünlüğü yokutup koyuşga apırışı mümkün. Köpünce ahvalda sizni kutuzgılı birer taşki pana egisi kelmeydi. Birer çetel hakikaten siz bilen sizni ezgen diktatorunun otursuga kirgen takdirdi mi? Siz onunla bek işini ketsiniz olmaydı. Onun bunda sebepleri var. Özünün iqtisadi yoki siyosiy manfaatiga foyda yaratish uchun ko'pincha vaqtlarda ba'zi ellar diktatorni qabul qiladi yoki bo'lmasa hatto unga ijobiy yordam qiladi. Musulmon dunyosida Turk dunyosi qaraydi. Ba'zi ellar boshqa bir manfaatlarini qurbon qilmaslik uchun izlagan xalqning ozodligiga yordam qilish va'dasida turishning o'rniga izlagan xalqni diktatorga setitish mumkin. Bizni setvat, hammadan setvat, setotda hozir. Ba'zi ellar faqat izlagan xalqning vatniga bo'lgan kontrollikni qo'lga keltirish uchunla diktatorga qarshi ish ko'radi. Davlat ichidagi diktatorga qarshi kuchlar allaqachon ish boshlab, diktatorning o'lini ta'bitishga boshlagan. Shu orqali xalqarалық diqqatni diktatorchi hokimiyatning rayimsiz tabiatiga tortgan vaqtida ba'zi ellar ijobiy maqsadlar uchun izlagan xalqning ishiga aralashadi. Men maqolalarda ishlatgan yamirdan bu ND'niki burunki boshlig'i bu odam pensiyaga chiqdi, pensiya chiqish yilini ben bo'lgan. Bu odam internetda gap qildi o'tgan yil Washingtonda, Washington DC'da. Ondan keyin so'zlab qilib ketgandan keyin bu odamga xat yozdim men. Nutqini o'tib bersan, balki nutqini o'tib berdi. Shu asosda buni maqolaga kiritdim, kitobda batafsillar qoldi. Bu odamniki e'tiqodlaridan ichida aytdim muhim bir narsa gaplar bor. Bizning ahvolimiz Yahudining ahvoliga eng yaqin keladi, o'xshab ketadi. Nüfusimiz o'xshab ketadi Yahudilarga. Ular 3000 yil davlatsiz qolib qolib, oxiri mustaqil bo'lib keldi. Şuna yaxshi niyatli Yahudilar Uyg'urlarga o'zining tajribasini so'zlagan chog'da unga ahamiyat berish kerak. Ular bizning pay tutmaydi. Yahudilar bizga ehtiyoj yo'q ularga. Ular ko'pincha vaqtlarda agar Uyg'urlarcha bir ish qilaman desa, cho'qim insonparvarlikni ustun qiladi. Ish qilsa ular shu kunlarda yashab qolgan. Yahudilar ikkinchi dunyo urushida burun yashagan kunni biz ko'ryapmiz hozir. Madem ismi Karol'un e'tiqodlari Yahudilar tarixida o'tgan Akiva ismli bir rabbiy bor bo'lib, Yahudilarning ko'p asr saqlanib qolishida uning o'ynagan roli intayin cho'ng. Ya'ni Yahudilarni yo'q qilib etmoqchi bo'lgan ko'plagan imperiyalar yer shari yuzidan g'oyib bo'lib, surgunda bo'lib yashagan Yahudilarning ko'p asr o'zini saqlab qolishida Rabbiy Akivaning umidi va e'tiqodi, umid va e'tiqod intayin muhim rol oynagan. Bu yerdeki e'tiqod degani diniy e'tiqodmi bor bo'lishi mumkin, undan bakrab biz cho'qim o'zining davlatini qaytib eqib olamiz degan e'tiqod. Qanday vaqtimiz chiqdi. Rahmat.